mashhur Xitoy brendlaridan. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hammalarga xayrli kech. Bugun meni ham akam ham adminim. Aka, bugungi holat nima deyapti? Gapir, o'ta bomba. Atmosfera bomba. Haligi trend edi, atmosfera deydimi? Ona hollar mana hamma yayrayapti. Kelinglar, aylanib ketinglar. Hozir hali hamma o'ziga kerakli narsani oqtaradi-ku. Asosiy maydonga ketyapmiz. Qanaqa apparatlar o'rnatishgan edi, ko'ramiz hammasini. Ma'lumotlarni beramiz, kuzatib olinglar. Biz ko'rib turganlaringiz o'sha mashhur Xitoy brendlaridan. Bugun ko'rib turganlaringiz Marg'ilon City'damiz. Marg'ilon City'da akustik sistemasini qo'limizdan kelgancha qisman nasib bo'ladi sizlarga ma'lumotni beramiz. Ko'rib turgan kolonkalaringiz Zashitinli Vodovoy Zashitinli deyiladi. Kompaniyasining nomi Tianhe kompaniyasiga, Xitoyga tegishli ekan. Xo'p, 500 vattda ishlar ekan, 15 dyumli ekan, 8 ohmda ishlar ekan, 98 desibel chiqarar ekan. Bu kolonkalarimizni o'sha statistikasiga to'xtaydigan bo'lsak, bunday chiqayotgan quvvatda eng tejamkor quvvat hisoblanadi akalar. Ichidagi dinamiklarni hisoblab berasizlar. 500 vattdan beradi. Tasavvur qiling, 15 tasi 500 vattdan bir tomondan nechtadan beradi. Uzoqda qoldirasizlar, kutaman.